Assalomu alaykum. Germaniya o'zbek qizi Nobel profiliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan nemis tilida, ya'ni sprechen, ya'ni speakingni rivojlantirish usullari, metodlari haqida gaplashamiz. Va shu asnoda oldindan ogohlantirib o'tib ketaman. Bu videoda sizlarga metod asosida o'zimning shaxsiy lichniy metodim bilan, ya'ni boshqalarning metodlarini taqqoslagan holda aytib o'tib ketaman. Ya'ni men boshqalar o'rgangan metoddan foydalanmaganman. O'zimning lichniy metodim bor. Shuning uchun ham sizlarga ya'ni дополнительный plus bo'lishligi uchun ham uni, ham buni taqqoslangan holatda отдельный variantda tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni qanaqa sizlar uchun отдельный как mana bunaqa yozib chiqdim erinmasdan. Agar ko'rgan bo'lsanglar, mana bu yerda ya'ni boshqalar qilgan usullar, ya'ni sizlarga Instagramdagi ko'rgan bo'lsa, juda ham ko'pchilik qanaqa qilgan, nima deydi, tip sifatida video qilishgan. U videolarda как aytishgan, mana shu usullardan foydalansangiz speaking yordam beradi, как zo'r chotga qila olasiz deyilgan. No, men unaqa usullardan foydalanmaganman. Как foydalanganman, no menda anaqa effekt bermagan, yordam bermagan. Naborot menda negativ qanaqasi ham bo'ladi. Naborot menda anaqa depressiya paydo bo'lgan. Mana shular qanaqasi ham depressiya emas. No, menda qanaqadir juda ham vaqtimni olgandek bo'lgan. No, menda to'g'ri kelmagan keluvlu. Mana o'zbekcha uncha yaxshi emas. No, tushunasizlarga umidaman. Shuncha sizlarga aniqroq tushuntirishga harakat qilaman. Agar bironta so'zlarni yutib bo'lsa, sizlardan iltimos qilaman tushunishinglarni. Chunki men uncha bu yerda o'zbekchada gapirmayman Germaniyada, shuning uchun ham juda ham qiynalaman. Bir xil vaqtlarda gaplarning orasida gaplarim aylanib ketib qoladi. Umid qilamanki tushunasizlar mana shuni ham. Xo'p, endi bu ya'ni o'zimning usullarim. Sizlarga bugun speakingni, ya'ni sprekenni rivojlantirish uchun 7 ta uslubini, ya'ni metodini aytib o'tib ketaman. O'zi aslida ko'p, no hozir vaqtim uncha kamligi sababli, ko'pligi masligi sababli to'g'ridan-to'g'ri faqat 7 ta usulni aytib o'tib ketaman. Xo'p. Birinchi o'rinda давайте boshqalarni metodlardan sizlarga например keltiraman. Balki sizlarga ham bu qanaqadir foydali bo'lib qolar. Xo'p, birinchi o'rinda juda ham ko'pchilikda ko'rdim va eshitganman va o'zimni ham sinab ko'rganman. Afsuski, menda unaqa yordam bermagan. Naborot menda juda ham ko'p qanaqadir vaqtimni olib qo'ygan, meni qanaqadir asabiylashtirib qo'ygan, qanaqadir menda motivatsiyamni tushirib yuborgan u narsa. Motivatsiya qanaqadir menda bunda yo'q qo'ygan. Mana shu narsalarni qilganimdan keyin. Xo'p, birinchidan podkast. Juda ham ko'pchilik podkast eshit, sanani qiyin rivojlanadi, u yoq bu yoq deyilishi mumkin. U podkast eshitish kimga qanaqa? Shaxsan menga to'g'ri kelmagan. No, lekin hamma aytishadi, почти 80% odam aytadi, balki 90%. No, menda unaqa narsa yo'q. No, sizlar ham anaqa qilib ko'rishinglar mumkin, tavakkal qilib ko'rishinglar mumkin, harakat qilib ko'rishinglar mumkin. Nemis tilidagi podkastlarni eshitib ko'rishga, eshitib yurishga sizlarga как yordam berish ehtimoli bor. Podkastlarni sizlar hozir tем более internet olami, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, polni applarda yoki internet saytlarda polni topib olishinglar mumkin. Xo'p. Ikkinchisi esa bu narsani o'zim qilib ko'rganman, lekin menda yordam bermagan. Afsuski bu ham menga yordam bermagan, naborot menda battar depressiyaga tushirib qo'ygan. Chunki nemis tilini to'g'risini aytaman, o'zim xohlamasdan emas, qanaqadir bu til menga yoqmagan boshida, ishoninglar, juda ham yoqmagan. Qiyinchilik bilan o'rganganligim uchunmi, imенно mana shu metod menga yordam bermagan. Kino. Juda ham ko'pchilikda til o'rgansa kinolarni ko'r, senga yordam beradi, u yoq bu yoq deyishadi. Yo'q, kino yordam berishi balki bordir, lekin nemis tili, imенно mana shu til bo'yicha menda kino sohasida kino bilan metod chota bir-biriga bunaqa bo'lib turganda, prosta bo'lib turgan, bilmayman nimagaligini. Endi kino qachon yordam beradi? Agar o'sha tilni siz xohlab o'rganayotgan bo'lsangiz, интересно qanaqa bo'layotgan o'sha til siz uchun, siz u tilda
juda kino ko'rasiz. Misol uchun oddiy bir endi bu narsa sizlarga taalluqli emas. Germaniyada yashovchilar bu narsani Koreyada yashovchilar biladi. Koreys tiliga qiziquvchilar biladi. Koreys tili o'rganayotganlar K-drama ko'rsa, nabrot anaqasi oshadi, nima deydi? Interesni qanaqadir oshadi motivatsiyasi. Lekin nemis tilida bilmadim, menda unaqa bo'lmagan. Lekin koreys tilida K-drama ko'rgan vaqtimda koreys tilida kino yordam bergan. Lekin nemis tilida men o'zim shaxsan tavsiya qilmayman. Chunki men nemis tilida kino ko'rgan vaqtimda birinchi marta o'sha darajam A2, B1 bo'lgan vaqtda kino ko'rgan vaqtda uxlab qolganman, yoqmagan, qanaqadir asabiylashtirgan, polniy miyamni yopib qo'ygan, ishlamay qolgan, ishoninglar, nemis tilini ko'rsam o'zim mazam qochardi. Yo'q, bo'ldi, o'rganmayman derdim. Ana shu kino tufayli, kino ko'rgan kinoyam, lekin nemis tilida ko'ryapman, nimagadir meni asabiylashtirgan. Shuning uchun ham kinoni o'zingizlar ham tip sifatida olib olishingiz mumkin. Yozib qo'yinglar, kino ko'rishim speakingda yordam berishi mumkin. Aytgandek, varaq olib olinglar, yozib olinglar, yozayotgan narsamni yozib olib, o'zingizlarga как ro'yxat qilib olsanglar, o'zingizlarga to'g'ri kelgan narsani plus x qilib ketishinglar mumkin. Xo'p, keyingisi so'zlar yodlash. So'zlar yodlash bu nafaqat любой tilda muhim, so'zlarsiz imkonsiz. Ko'proq so'z yodlash sizlarga maslahat beraman. So'z yodlashga keladigan bo'lsak, so'z yodlashning metodlari juda ham ko'p. Bu asnoda отдельный video qilaman. Agar bu video uzoq olib ketishi mumkin, o'shaning uchun ham agar so'zlarni yodlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, pastga, ya'ni kommentariyada yozib qoldiring. So'z yodlash metodi yoki so'z yodlash usuli deb yozib qoldiring. Men sizga отдельный video qilib beraman. Shunaqa ro'yxat qilib, so'zlarni yodlash metodi asosida. Keyingisi bu narsa yana bir xil narsa, hali aytganimdek 4-chi ya'ni metod boshqalarning metodlaridan. Musiqa. O'sha nemis tilida musiqa eshitish. Afsuski, u ham menga yordam bermagan, ishoninglar. Bilmayman nimagadir yordam bermagan. Juda ham zerikarli, tushunsim tushunmasam ham baribir zerikarli bo'lgan, asabiylashtirgan. Kino ko'rgan bo'lsam, qanaqa asabiylashgan bo'lsam, musiqa eshitib xuddi shunaqa bo'lgan. Bu narsani men qabul qila olmaganman. Shuning uchun ham nemis tilida kino musiqalar boshida o'rganayotgan vaqtimda o'sha vaziyat bo'lgandan keyin boshqa eshitmaganman, ko'rmaganman. Shuning uchun ham sizlarga o'zingizlarga qaranglar. Agar to'g'ri kelsa mana shu metod foydalanishingiz mumkin. To'g'ri kelmasa, o'zimning lичный metodim hali aytaman oxirida. Mana shu boshqalarning metodi tugagandan keyin meni lичный metodimdan foydalanishingiz mumkin. Endi bilmadim, musiqa kimgadir yordam berar yoki yo'q, lekin nemis tili bo'yicha men va'da bera olmayman, chunki nemislarning o'zi ham o'zini qo'shig'ini eshitmaydi. Ular ham anglizcha qo'shiq eshitadi. Nemislar uncha qo'shiqda unaqa zo'r emas. Boshqa tillarda esa, masalan, angliyskida, koreyskida, kitayskida qo'shiq eshitasiz, odamni qanaqadir o'ziga tortadi. Agar koreyskiy, kitayskiy, angliyskiy biladiganlar biladi, u qo'shiq qanaqadir o'ziga tortadi. Bilmayman nimaga, lekin nemisda o'ziga tortmaydi. Yana qaranglar sharoitlarga. Bu majburiy emas. Bu 4-chi usulida, metodida. Keyingisi ko'rsatuvlar, ya'ni o'sha davlat ko'rsatuvlari, axborot, u yoq bu yoq nemis tilida. To'g'risini aytaman, bu narsani mana shu sohaga qiziqadigan yoki ko'rishga tayyor bo'lgan odamga tavsiya beraman, lekin bu narsani ko'rib hech nimani tushunmasdan vaqt ketkazib ko'rgandan kimgadir foyda bo'lar, aksentga quloq urganar dermiz, lekin men o'zim shu narsani to'g'risini aytaman, qilmaganman. Nimaga deganda meni xuddi shunaqa aytganimdek, nemis tilida bironta narsa eshitsam, ko'rsam, qanaqadir boshim stop qilardi. No go derdi, bilasizmi? Qanaqadir просто no go. Shuning uchun ham ko'rsatuvlar menga to'g'ri kelmagan, lekin sizlarga metod sifatida aytib o'tib ketishim kerak. Ko'rsatuvlarni ham nemis tilida ko'rishinglar mumkin. U ham internetda ko'p, TikTok, Instagram, polniy internet, Google, Telegram, polniy ko'rsatuvlar hozir juda ham ko'p. Hozir internet olami. Nemis tilida ko'rsatuvlar ko'ring, speakingni oshirish uchun, ya'ni sprechen. Xo'p, keyingisi nemis tili. Endi bu narsa sal nito bo'lyapti. Ya'ni juda ham ko'pchilik ko'rdim Instagramda o'sha nemis tili o'qituvchilari, nemis tili blogerlar chiqyaptiki, nemislar bilan ko'proq muloqot qiling, qiz yoki yigitlar bilan do'stlashing deyapti. Shaxsan meni o'zimning fikrim, bu narsani men yoqlamayman, afsuski. O'zim nemis tili o'rgangan vaqtimda hech qaysi na o'zbek, na chet tili bilan muloqot qilmaganman. O'zim bilan o'zim muloqot qilib speakingni chiqarganman.
chiqib kelganimmi, endi kimga qanaqa xohlasanglar nemis o'rtoq topish endi Instagram hozir internet olamida topib olishinglar mumkin, lekin o'zinglarni vaziyatlariga qarab nemis qiz yoki yigitlar bilan muloqot qilishinglar mumkin, lekin o'zim shaxsan oqlamayman. Bu narsani masalaga konkretniy o'xshaydi deya olmayman, chunki hozir odamlar xavfli, muloqot qiladigan chet tillimi, o'zbekmi hozir farqi yo'q. O'zi insonlarga ishonish hozir xavfli bo'lib qolgan. Yana sharoitlarga qaranglar. Bu ham endi Instagramdagi metodlardan biri, boshqalarning metodlari foydalanishinglar mumkin. Bu 6-metod edi. Va yana boshqalarning metodlaridan eng oxirgi metod bu taqlid qilib gapirish. Bu taqlid qilib gapirishga men qo'shilaman. Bu narsa nafaqat sizga qiladi, lekin stop qilishimiz kerak. Lekin degan joyi bor. Taqlid qilvormang, u sal oshirib yuborishingiz mumkin. Bu degani sizni reaksiyangizni masalan chet elda qiladigan reaksiyani O'zbekistonga qilsangiz sal ne to qabul qilishi mumkin. O'shaning uchun ham polni oxirigacha qilmang, tanqid qilmang. U taqlid deganim. Taqlid qilmang. U sizga sal mundoq bo'lishi mumkin, chunki siz baribir O'zbekistonda yashaysiz. O'zimizda o'zbekchiligimizga to'g'ri kelgan taqlidlarni qiling. Taqlid qanaqa? Unga o'xshab gapirish, unga o'xshab o'sha insonga o'xshab qanaqadir aksent qilish, o'zingizga mos joyida, chegarada taqlid qilishni tavsiya beraman. Bu o'zingizga plus bo'ladi. Minusga ishlamaydi. Oxirigacha bormay, o'zingizga minusga ishlab olishi mumkin. Xo'p, bu ya'ni boshqalarni speakingni, ya'ni speakingni rivojlantirish haqida metodi edi. 7 dona. Yana bilmadim, boshqalar balki bundan ham boshqalari chiqqandir, lekin hozirgacha Instagramda ko'rganim 7 ta uslub haqida ketyapti. Undan tashqari uslubni hali eshitmadim. Xo'p, bundan keyingisi meni shaxsiy uslubim, ya'ni o'zimni lичный metodim bo'ladi. Birinchi o'rinda men nemis tili aytayapman, sizlar hali 2-3 marta aytdim, nemis tili men uchun unaqa sevimli til emas. Men uni qanaqa yoqtirmasdan o'rganganman, ya'ni boshimni og'ritadigan til bo'lgan. Lekin o'sha boshimni og'ritadigan til, ya'ni nemis tili Germaniyada o'zim 5 yilda bir yashayapman. Birov eshitsa kuladi, qanaqa qilib yoqtirmagan tilni o'rganib o'sha davlatda yashash. Ya'ni yoqtirgan tillarim bor, koreys tili, xitoy tili, вообще shuni chotki, atishchi, вообще yoqadi. Lekin aytadi-yu, vaziyat shuni taqozo qildi. Ketdi. Xo'p, endi birinchi o'rinda nemis tilini birinchi o'rganayotgan vaqtimda o'zimga o'zim savol berganman, qanaqa o'rganaman, nimaga boshqalarning metodi menda ishlamayapti, nimaga menga to'g'ri kelmayapti degan vaqtimda o'zimga qilganman, metod tuzganman, shaxsiy o'zimni личный metodimni. Birinchi o'rinda men buni, ya'ni birinchi meni oltin qoida metodim desam bo'ladi. Bu nomi tez o'qish. Bilasizmi, maktabda 1-sinfda 4-sinfgacha bizda tez o'qish musobaqalari bo'lar edi. Kim tez o'qisa, qanaqada chiqardi, shahar, tuman, maktablarda-yu qanaqada olimpiada bo'lardi. Xuddi shunaqa tez o'qish. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni nemis tilida farqi yo'q. Любой kitob, misol uchun men o'zim nemis tilida mana bunaqa kitoblardan o'qishdan boshlaganman. Darajam A1 bo'lishiga qaramasdan, bu yerda sizda daraja tanlamaydi tez o'qishda. Tez o'qish bu prosta sizni tez, ya'ni so'zlarni tezlikda qabul qilish, yangi so'zlarni ko'rgan vaqtda o'zingiz bilmagan holda tezda talaffuz qilish, vaqtdan yutish degan ma'noni yetadi. Ya'ni mana shu kitobni olardim, juda ham mayda, nemis tilida, nomi ham bildiribdi. Olardimda minutga qo'yardim, tez o'qish qilardim. Bu narsa menga nimaga yordam bergan? Birinchi o'rinda tez o'qish qilayotgan vaqtingizda eng samimiy главный bo'lgan narsa bu baland o'qish. Baland ovoz bilan tez o'qish qilish. Bu sizni nafaqat ya'ni so'zlarni tez qabul qilishingizga, hattoki o'zingizni talaffuzingiz to'g'ri chiqayotganligini, masalan, e'tiborsiz qachon o'sha so'zni eshitdingiz, bu narsa sizga juda ham yordam beradi. Tez o'qish nafaqat sizga talaffuzingiz, undan tashqari so'zlarni tez qabul qilib olish va tezda eslab qolishga ham yordam beradi. Tez o'qish shunaqangi narsaki, so'zlarni yodlaysiz, masalan, so'zlarni yodlashingizdan oldin mana bu aytayotgan tez o'qishni qilgansiz. Misol uchun oddiy bir tez o'qishda sizga hop aytamizki, bilmadim endi, oddiy aytamiz, keine Ahnung, also oddiy aytamiz, buch degan so'z chiqib qoldi, kitob. Buch. Endi o'qidingiz, endi bu yerda ya'ni tez o'qishni harfni bilganlar o'qiydi. Endi harfni bilmaganlar birinchi anaqa tez o'qish qilmanglar, alfabetni zo'r qilib yodlab olinglar, keyin tez o'qish qilinglar.
Buxti o'qidingiz, lekin so'zni bilmaysiz, ma'nosini bilmaysiz tez o'qishda. Man bitta narsa bor, tez o'qishda man tarjima qilmasdan u ma'nosini bilsam, bilmasam o'qiganman. Shunaqa tez o'qiganman, miyam o'sha so'zlarni avtomatik tezroq o'qish bo'ladi. Bu tez o'qish sizni miyangizda so'zlarni saqlab qolishga yordam beradi. Bu degani, masalan, kitobda tas bux chiqdi. Mana shu kitobda bux degan so'z chiqib qoldi. So'z yodlayapsiz, yana bux chiqib qoldi. Ha, ana kitobda o'qidim, tez o'qishda o'qidim. Bux degan so'zning ma'nosi kitob ekanda. Endi tushundim deysiz. Ya'ni bu so'zlarni yodlayotgan vaqtda 2 karra esingizda qolishiga yordam beradi va undan tashqari bu tez o'qish sizni nemis tilida sertifikat, ya'ni B1, B2, C1, C2, Goethe, farqi dat Luboy sertifikat topshirayotgan vaqtingizda vaqtdan yutishga yordam beradi. Ya'ni lezing qilayotgan vaqtda tez o'qish juda ham muhim narsa. Buni sertifikat topshirgan Luboy odam biladi. Bu sizda vaqtdan yutadi, esingizda 2 karra qoldiradi. Musiqa, u yoq bu yoqda tashqari mana shu usul juda ham katta yordam beradi. Xullas kalom, tez o'qish ham eslashga 2 karra, ham o'zingizni, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri so'zlarni to'g'ridan-to'g'ri quloqqa o'rganib qolishi. O'zbekchada so'zlar mana neto kelib qolishi uchun ham ana qarab turishim kerak. Quloqda o'rganib qolishi o'sha vaqtda, ya'ni sizda qabul qilish kerak bo'ladi. Xo'p, iloji boricha men bunaqa oson kitoblarni tavsiya bermayman tez o'qishda. Oson kitoblar sizni darajangizni, sizgacha bu tez o'qish daraja tanlamaydi. Prosta sizni tez vizual holati bor-ku, mana ko'z bilan ko'rish. Ana shu so'zlarni ko'z bilan o'qish kerak. Ana shu yordam beradi. Ya'ni daraja tanlamaydi. Luboy qiyin kitob tanlang. Prosta o'qing. Tushunsiz, tushunmassiz. Tez o'qish qiling. Tez. Tez o'qish qachon ta'sir bildiradi? 1 oydan keyin o'zingiz bilmagan holda so'zlarni o'zingiz bilmagan holda ham tez o'qiysiz, ham tez eslab qolasiz. Uncha esingizdan chiqmaydi. Bu narsa o'zimda sinalgan narsa. Xo'p, endi keyingisi, ya'ni so'zlarni ko'proq yodlash. Hali aytganimdek, bu so'zlarni ko'proq yodlash Luboy odamning metodiga kiradi, meni ham metodimga kiradi. So'zlarni tezroq va ko'proq yodlash kerak bo'ladi iloji boricha. Lekin tez o'qish birinchi o'rinda qilish kerak, keyin so'z yodlash kerak. Tez o'qish, so'z yodlash. Ikkinchi oltin qoidam bu so'zlarni yodlash. Bu narsa ham bir vaqtni o'zida ikkita narsani, ikkita quyun urgandek bo'ladi. Shuning uchun ham so'z yodlashni men ikkinchi uslubga qo'yaman. So'zlarni tez va oson yodlash uchun hal etganimdek kommentariyada qoldirsanglar, men sizlarga ajaniy video qilib beraman. Xo'p, keyingisi 3-qoida. 3-qoidani ko'pchilik yo'q deydi. Ovozimni to'xtatib turinglar, ovozim bo'g'ilib qoldi. Hop, ovozim sal bo'g'ilib qoldi, qanaqadir bilmadim, ko'p gapirganimgami. Prosta ishim ko'pda, ishoninglar, video qilib u yoq bu yoq qilguncha odamni ovozi ham, sog'lig'i ham ta'sir qiladi ish ko'pligidan. Xo'p, 3-oltin qoidamga kelgandim. 3-oltin qoidam meniki bu aytganimdek ko'pchilik buni yoqlamaydi yoki neto qanaqa effekti yo'q deyishadi, lekin menda effekti bo'lgan. Bu narsani Luboy odamga tavsiya berishim mumkin. Bu menda bo'lganligi sababli. Ya'ni grammatikalarni yodlash. Grammatika ko'pchilik aytadiki, grammatikani yodlash kerak emas, birinchi tushunish kerak, gap tuzib chiqish kerak, bo'ldi, все deydi. Yoki gap tuzib, gapni yodlash kerak. Yo'q, meni nazarimda va meni fikrimcha, ya'ni grammatikani shaxsan o'zim formula asosida yodlayman. U formula asosida qanaqa yodlanadi desangiz, u haqida ham ajaniy video chiqarishim kerak, chunki hozir uni tushuntiradigan bo'lsam, video uzunlashib ketishi mumkin. O'shaning uchun ham xohlaganlar grammatikalarni tushunishga, yodlashga qiynalganlar grammatika yodlash deb qoldiringlar. U haqida ham ajaniy video qilishga harakat qilaman. U ajaniy tema bo'ladi. Bu ya'ni 3-qoida, grammatikalarni speakingda juda ham muhim narsa. Bez grammatika so'z bilasiz, tez o'qiysiz, lekin grammatika yo'q bo'lsa, yo'q, u gap это imkonsiz, tushunasizmi? O'shaning uchun ham iloji boricha grammatikalarni ham bilishingiz kerak. Grammatikalarni formula asosida yodlash bu. Bu narsa bo'yicha aytganimdek, keyingi videolarda qilaman. Agar qiziqroq bo'lsa, anaqada kommentariyada qoldiringlar. Keyingisi, bu narsani men o'zi aytmoqchi emasdim, sal anaqa bo'lib qolishi mumkin, negativ bo'lib qolishi mumkin. Ba'zilarga nisbatan, aytaman baribir, chunki bu narsa sizlarga speakingga juda ham ko'p yordam beradi, speakingga. Bilasiz, bizda O'zbekistonda, ya'ni blogerlar bor, prikol yoki qanaqadir ibratli videolar chiqaradigan. O'zbek blogerlar. Xuddi o'sha o'zbek blogerlarni o'rniga Germaniyani o'zini nemis blogerlari bor. Xuddi shunaqa tema, xuddi shunaqa narsa bo'yicha
vlog chiqaradigan blogerlar bor. Ana shularni ko'rishni tavsiya qilaman. Ya'ni sizlar o'sha prikol ko'radigan, kulib ko'radigan, yig'lab ko'radigan, tak polniy hamma narsa yoki lichniy hayot, lifestyle, polniy o'sha narsani qiladigan o'zbeklarning o'rniga nemis blogerlarni ko'rishni tavsiya qilaman. Iloji boricha unaqa vloglarni siz TikTokda ko'proq topasiz. TikTokda nemis bloger, ya'ni German influencer yokida bilmadim, Germany people deb yozishingiz mumkin. Har xil chiqishi mumkin. Просто nemis blogerlarni ko'rishingiz kerak. Ular subtitrlar bilan chiqadi ko'pchiligi. Nemis blogerlarni ko'rishni tavsiya qilaman. U asnoda siz nemis tili ming sizni asabingizni buzsa ham, ming sizga yoqmasa ham, ularni videolarini ko'rib, prikol video bo'lsa, siz taqida ko'rasiz. Shaxsan o'zim aytganimdek, nemis kino, nemis qo'shiq, nemis podkastlarini boshida eshita olmaganman. O'zbekistonda bo'lgan vaqtimda, lekin kelganimdan keyin mana shu o'sha blogerlarni ko'rib, men nemis tilida kinolarni ko'rishga sal qiziqishim oshgan. Nemis tilida. Lekin bu o'sha blogerlarni ko'rishimdan oldin qiziqishim вообще nol edi. Nima demoqchiman? Bular sizga nafaqat nemis tiliga bo'lgan qiziqishingizni, nemis tili kulturasini, nemis tilida to'g'ri aksent chiqarishga, to'g'ri o'zimizda o'zbek blogerlar bor nemis tilida aniq qiladigan. Baribir siz bilmaysiz, imенно u inson hamma so'zni ham to'g'ri aksent qilyaptimi yoki yo'qmi. Sizda u narsa garantiya balki bordir, lekin baribir 100% garantiyasi bor. Nemislarning o'zidan video olgan 1000 marta, o'sha videosini ko'rgan 1000 marta yaxshiroq deb bilaman. Ya'ni bu degani ulardan to'g'ri aksent o'rganasiz, Germaniyadagi eng so'nggi yangiliklarni olasiz, nemis blogerlarini ko'rsangiz, nemis to'g'ri, Germaniyadagi o'zbek blogerlar emas, nemis Germaniyadagi o'zini nemis blogerlar demoqchiman. Adashtirmang. Undan tashqari ularni gapirish mimikalari, o'zi qanaqa gapirish kerak, mimikalar qanaqa bo'ladi, ya'ni qanaqa, masalan, so'zlarni aytayotgan vaqtda imенно qaysi so'zga urg'u berish kerak, qanaqa intonatsiya qilish kerak aslida. Oddiy misol aytaman. Nemis tilida oddiy aytamizki, keine Ahnung. Bitta so'z bor, to'g'rimi? Keine Ahnung. Keine Ahnung degan so'zni juda ham ko'p ma'nosi bor. O'zi to'g'ri bitta ma'nosi bor, lekin har xil vaziyatlarda ishlatiladi, lekin ko'pchilik o'qiyotgan vaqtda juda ham noto'g'ri talaffuz qilinadi. Keine Ahnung. Ahnung, ya'ni ada urg'u tushyapti. U narsani qatdan to'g'ri o'zbeklar ham chiqaradi u narsa, lekin konkretni urg'usi to'g'ri bo'lgan videolar bu nemis blogerlarda bo'ladi. Ya'ni o'zini millati chiqqan blogerlarda bo'ladi. Aytganimdek, ularda eng so'nggi yangiliklarni topasiz. Nemis blogerlarni ko'rsangiz, Germaniyadagi eng so'nggi yangiliklar, oddiy bir yangiliklardan aniq misol qilib keltirib o'tib ketaman. Yaqinda bo'ldi. Endi hozir bu mavzuga tegishli emas. Germaniyada hozir sal muammo bo'lyapti. Ya'ni как TikTokda bo'lyapti, to'g'ridan-to'g'ri. Germaniyada hozir yangi din chiqqan, Zaide deb ataladi. U bitta qiz, 14 yoshli qiz o'zini xudo deb chiqqan, endi u qizga ergashgan, ya'ni o'zini dinidan voz kechib, imенно o'sha Zaide diniga o'tdim deb faxrlanib yuradiganlar hozir ko'paygan. Bu Germaniyaning eng so'nggi yangiliklari. Buni qayerdan bildim? Afsus, uzr. Da конечно, nemis blogerlardan bilib borasiz. Nimalar bo'lyapti? Nemislar qanaqa fikrda bo'lyapti? U nima o'zi, u qanaqa paydo bo'ldi? U yo'q, xullas kalom yangiliklardan biri, bitta nemis yangi din paydo qildi. O'zini ismi bilan. Oddiy bir Shahlo degan ismi, Shahlo dini deymiz, xuddi shunaqa ism qildi. Astag'firulloh, lekin shunaqa sal prikol, normalniy shunaqa narsalar chiqib turadi. O'zinglar uchun bilib, u yoqqa ehtiyot bo'lib yurishingiz kerak bo'ladi. Videolarda shunaqa bo'ladi, yangi so'nggiliklarni ko'rasiz, ya'ni kommentariylarni o'qiysiz. O'zimizda bo'ladi-ku, negativlar yozadi. Bironta o'zbek blogerni kommentariyasiga kirsiz, pozitiv, negativ fikrlar bor, odamlarni qisqartirilgan so'zlar bor, to'g'rimi? Bilani bini deb yozadi ko'pchilik, yokida prikol so'zlar bor, zamonaviy so'zlar bor. Yoshlar hozirgi vaqtda juda ham ko'p yangi qisqartma so'zlardan foydalanyapti. Xuddi nemislar ham xuddi bizga o'xshab kommentariyada qisqa so'zlardan foydalanadi. Prikol so'zlari bor,
gapni tagida gap yashirilgan so'zlar bor. Uni uncha o'zbeklar bilmaydi. Buni faqat nemislarning o'zi biladi. Buni degani faqat nemislarning blogerlarni vloglarini ko'rishingiz kerak. Xo'p, Davod, xo'p, endi u nemis blogerlarini vlogini ko'rsam tushunmasam degan savol kerak. Ko'pchilik nemis blogerlar subtitr bilan qo'yadi. Iloji boricha TikTokda bo'ladi, Instagramda sal kamroq, chunki uni video qo'yish anaqasi qisqa-ku, anaqa narsasi minuti. TikTokda bez problema. Shuning uchun ham iloji boricha TikTokda ko'rishlarni tavsiya beraman. TikTokda ko'pchilik nemis blogerlar o'sha subtitr bilan qo'yadi. O'zingizga moslab, chiroyli qilib ko'rib olishlar mumkin. Bu meni prosta o'zimni lичный maslahatim. O'zimga podдержка qilgan, yordam bergan. Mana shu nemis blogerlar orqali menda nemis tiliga bo'lgan qiziqish menga zo'r bilsam ham, qanaqa qiziqish, kinoni ko'rish, musiqa eshitishga bo'lgan qiziqishim oshgan. Men tilni zo'r bilsam ham eshitmaganman, ko'rmaganman, ko'rishni xohlamaganman, chunki qanaqadir uxlab qolardim tilni zo'r bilsam ham. Bilmadim, mana shu blogerlardan keyin nemis tilida faqat nemis tilida kino ko'radigan bo'lganman. Nemis tili ashulalarni eshitsam boshim og'rimaydigan bo'lganman mana shu blogerlardan keyin. Agar sizga xo'p qaysi blogerlarni ko'rish tavsiya qilasiz, biz yaxshi bilmaymiz-ku desangiz, agar kommentariyada yozib qoldirsanglar, men sizlarga nemis blogerlarini profillarini anaqa tashlab beraman. Yozib qoldirsanglar, sizlarga aytaman, imенно qaysi blogerlarni men ko'raman, qaysi blogerlar menga как motivatsiya bergan nemis tilida sal asabiylashtirmaslikka. Xo'p, endi 5-inchisi, ya'ni o'zi bilan o'zi suhbat qurish. Hali aytganimdek, men boshqa birov bilan suhbat qurgandan ko'ra, bironta nemis yoki qiz yoki o'g'il bola bilan suhbat qurgandan ko'ra, o'zim bilan suhbat qurganim 1000 marta yaxshi bo'lgan. O'zim bilan o'zim suhbat qurganman. Ya'ni shu narsani o'zi to'g'ri, miyam to'g'ri anaqa polni ichiga qabul qildimmi? Polni o'zi hammasini tushundimmi, yodlab bo'ldimmi deb o'zimga o'zim savol berganman. Tushungan narsamni qilardim, list qilardim. Nemis tilida bewertung degan narsa bor, ya'ni baholash sistemasi. Yozardim. So'zlarni to'g'ri yodlandimi, aniq yodlandimi, mana shu so'zlar to'g'ri qilindimi yoki yo'qmi? Qilindi, qilinmadi. Qilindi yokida 50%, 10% prosentlar yozib chiqardim. Prosentlarga bo'lib chiqardim. 100, 50, 30. Ana shunga qarab menda nima kam bo'lyapti, nimani men kam qildim. O'zimga chestni baho berardim. Shu asnoda o'zimni speakingni, sprechingni oshirganman. Bu narsa sizgacha juda ham yordam beradi. Birov bilan gaplashib, salom alaykum qilgandan ko'ra. Bilmadim, shaxsan o'zim vaqtimni u inson bilan suhbat qilgandan ko'ra o'zimni vaqtimni o'zimga sarflaganim hozirgacha ham juda ham yordam bergan. Xo'p, keyingisi, xo'p, endi bu narsani eng oxirgi usulni, ya'ni sizga hammaga ham tavsiya bermayman. Bu narsani qilish juda ham qiyin, bilaman, lekin bu menga juda ham yordam bergan shaxsan o'zimga. Lekin ko'pchilik qila olsanglar 5, qila olmasanglar it's okay. It's not problem, okay guys. Afshonafal, xo'p, bu 7-usul, to'g'ridan-to'g'ri eng oxirgi usul, bu meni eng sevimli uslubim. Bilasiz, chet tilini o'rganayotgan vaqtida odam sal zerikib qolishi mumkin, qanaqadir stop qiladi-yu, pauza kerak bo'ladi. O'sha pauzani men asosan ya'ni qanaqa bo'lgan? So'z yozayotgan vaqtimda, tez o'qish qilayotgan vaqtimda men ashula eshitib qilganman. Ya'ni musiqa eshitib qilganman. Musiqani quloqimga qo'yardim. Eng qizig'i, musiqani imенно o'sha o'rganayotgan tilimda eshitmasdim. O'zimni xohlagan, o'sha o'zim nima, ya'ni yuragim nima qanaqa qo'shiqni xohlayotganligiga qarab eshitardim. Shaxsan o'zim polni o'zi вообще-то o'sha o'zbekcha eshitmayman aslida. O'zbekistonga Germaniyaga kelmasimdan oldin ham, Germaniyaga kelgandan keyin ham hali o'zbekcha eshitmaganman. Qanaqadir menda to'g'ri kelmagan. Men faqat koreycha, kitaycha qo'shiq eshitganman. U nemis tilini o'rganamanmi, ingliz tilini o'rganamanmi, faqat koreycha ashula eshitganman, kitaycha ashula eshitganman. U narsa meni, ya'ni pauzamga, menga sal, ya'ni
nima deydi, entspannt, ya'ni o'zimni sal yengil his qilishimga, stressdan sal bosilishimga yordam bergan ashula. Ya'ni bu degani so'z yoki tez o'qish qilayotgan vaqtingizda sizni asabiylashtirmaydigan, sizni entspannt, stress qilmaydigan, pauza qilishingizga yordam beradigan ashulalarni eshitishni tavsiya beraman. Ya'ni o'sha yodlayotgan jarayoningiz yoki o'qiyotgan jarayoningizda bir vaqtni o'zida, ya'ni bitta gap borku, bitta o'q bilan ikkita quyonni urish degandek, men bir vaqtda ham yodlardim, ham eshitardim, ham tez o'qish qilardim. Endi tez o'qish bilan ashula, yodlash bilan anaqa bo'lardi, ashula bo'lardi. Bu narsani lekin o'zingizga qarab anaqa qilishni tavsiya beraman. Bu majburiy emas. Просто men o'zimni shunaqa qilardim. Menda shunaqa вообще четкий anaqa qilgan, podдержка qilgan, yordam bergan. O'zi bundan ham zo'r usullar bor. Agar xohlasanglar hali keyingi videolarimda davom etaraman, chunki bu juda uzun bo'lib ketdi. Mana bu endi speaking, ya'ni sprechingga oid video bo'ldi. Hali aytgandek, kerakli sizlarga nima mavzuga yana qiynayapti. O'sha mavzuni menga yozinglar, kommentariyada yozinglar. Men kommentariyada yozsanglar, men sizlarga imенно ana shu mavzu bo'yicha отдельный video qilaman. Iloji boricha endi YouTube'ga video qo'yishga harakat qilaman, chem Instagramga anaqa qaraganda, chunki Instagramda videoni anaqasi bor ekan, minutini anaqa chegarasi bor ekan. Shuning uchun ham iloji boricha YouTube'da qolishinglarni tavsiya beraman. Chem Instagramda ham qo'yinglar. Instagramda qisqa videolar chiqadi. Telegramda, YouTube'da qisqa videolar chiqmaydi, uzun videolar chiqaraman. Endi nemis tilidan kitoblar, nemis tilida to'g'ridan-to'g'ri podkastlar, nemis tilida bilmadim qo'shiqlar, nimalar agar topa olmayotgan bo'lsanglar, Telegramdagi kanalimga ulanib olishinglar mumkin. Hammasi o'zi joylangan, bemalol olib olishinglar mumkin. Va nima bo'ladi endi. Video bo'ldi. Agar yoqqan bo'lsa, o'zingizlarning shaxsiy fikringizni bildirishinglarni iltimos qilib qolardim. Shaxsiy fikringizni bildirishinglardan oldin ogohlantirib o'tib ketaman. Agar o'zbek tilimga nimadir deydigan bo'lsanglar, iltimos lutchi bildirmay qo'yaveringlar, chunki men o'zim bilaman, o'zbek tilida unaqa zo'r gapira olmasligimni ogohlantirib o'tib ketaman doim. Shuning uchun ham sizlar o'zbek tilida gapirayotganimga unaqa e'tibor bermanglar. Sizlarga самый главный kerakli informatsiyalarni beryapman shuning uchun. Rahmat tomosha qilganingiz uchun. Keyingi videoda ko'rishguncha. Tschüss.